7-chi qism. Azroq minishimizga oldi tarafdan bir qor quyun ko'tarilib, quyun ichidan jinxonish chiqib keldi. Endi oldimizga o'sha qabrga kirsanglar, farmondastiki shu yerda bor. Buni balkim xaritadan ko'rdinglarku deyman. O bir qabrni ko'rsatib turib shundoq dedi. To'g'ri, o'sh qabr shukan. O xaritada deyilmagan. Bu qabr ichiga qizlar kirsa bo'lmaydi. Shunga bu qizlar men bilan turib tursin. Men ularning bexatarligini qo'g'dab turay. Sizlar ishkillar kirib, farmondastigini elib chiqinglar. Bo'ladi. Biz ep chiqaylik. Shirali ikkimiz qabr ichiga qarab mangdiq. Qabr ichiga kirib ozroqni minishimizga bir bovoqning qattiq yig'ilgan ovozi anglandi. O ovoz shunchalik nolilik chiqayotgan bo'lib, anglagan odamning yuragi etishadi. Biz ovoz chiqqan tarafga qarab cho'chib ketdik. Batbashir bir olvosdi, kichikkin bir bovoqni yerda so'rguncha oldimizdan ep ketdi. Berib, bolani qutqizib olaylik. Adash, bu qabristonlikda bolani ish qiladi. O cho'qim olvoslarning qiltiqi. Jinxonish bularning odamxo'rlari bor dedi-ku. Shu odamxo'r jilla tutib olgan bola bo'lsa-chi, yana qutqizmay ketamdiq. Nimandoq yurgan tosh seni. Bo'pti. Yura, qutqizaylik. Biz yilqi olvosdi bolani so'rab kirib ketgan tarafga qarab yugurdik. Biz uningga yetishib borganda yana boshqa bir olvosdi bolani qo'liga elib olib, bolaning bir barmoqini tishlabli uzib, malashiltib chaynab yevatdi. Bola echinishlik chirqirab yig'lab ketdi. Bolaning bu ovozini anglagan har qanday odamning yuragi og'riydi. Bizning ichimiz seyrilib, o olvosdiga g'azabimiz qo'zg'aldi. Satlarni bosh qo'yatmayman. O bolani qo'yib etish. Shirali shundoq deb varqirg'incha yugrab berib, yiroqroq o'rib turgan bir olvosdini qilish bilan chapdi. Olvosdi sat varqirab o't bo'lib kuyib g'oyib bo'ldi. Men mo yugrab berib bolani tutib olgan olvosdining beshiga zardi bilan qilish urdim. O mo sat inirg'incha jon uzib o't bo'lib g'oyib bo'ldi. Shunda qilib biz bovoqni olvosdilarning qo'lidan qutqizib oldik. Bovoqni ko'tirib farmondastigini og'ilib olsak bo'lmaydi. Shuning bilan bovoqni Zuhra bilan Oliyaning yeniga opirib qo'ymoqchi bo'ldik. Bovoqni elib, Zuhralar qilib qolgan yerga berish uchun sirtqa qarab mangdiq. Ketib o'tib, ixtiyorsiz Shirali ko'tirib ketayotgan bovoqqa qardim. Qardim-yu, qo'rqinimdan gapmi qilolmadim. Bovoqning dastlabki muloyim, umoq turqidan asarmi yo'q bo'lib, yuzi qip-qizil qonga bo'yalgan. Ko'zlari g'azabli tikilgan, beshining ham yerlarini qon yirin qoplagan bo'lib, yuragim jig'ildab ketdi. Nima bo'ldi, adash? Chiroying o'zgarib ketdi. Qo'lingdagi o bovoq. Bu bovoq nima bo'pti? O shundoq deb bovoqqa qarab cho'chib ketdi. Voy tova. Bu nima endi? O shundoq deb varqirg'incha bovoqni yerga otdi. Men darhol qo'limdagi to'qmoq bilan bovoq olvosdan urmoqchi bo'lib yugurdim. Tuyuqsizla o yana bovoq holatga qaytib yig'lashga boshladi. Bu qanday bo'g'ni endi? Endi qanday qilamiz? Ura adash, qattiq ur, ishkilib turma. Men to'qmoqni olvosda bovoqning beshiga kuchab urishimga
to'qmoq qonqib ketib kaynimga yiqildim. O'rnimdan asta turib qarasam, oldimda bizga yordam qilgan qo'shbaltiliq olvasti turardi. Bu mening bolam. Yurishqo'chilab tutib sizlar qutqizmoqsizlar. Ko'p rahmat. Lekin hozir uni bizga ziyarkashlik qilamdiki deb o'ylab qoldimlar. Xotirjam bo'linglar, u hech nima qilmaydi. Kechiring, sizning bolangiz ekanligini bilmay, yaxshiligi yomonligi qil tasqabdimiz. Hech qisi yo'q. Men qaytay. O shundoq debla bolasini qo'liga elib, qor quyun orasida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bizmo Zuhra bilan Oliya deb qolgan joyga keldik. Kelibla hayronlikdan turibli qoldik. Bu yerda hech kim yo'q edi. Bu nimish amdi, ha? Ular nega ketgandi? Balkim jinxonish ularni qo'g'dab turish uchun boshqa yoqqa olib ketgan bo'lishi mumkin. Ularni jinxonish qo'g'dayotgan tursa, nemidan ansiraydiq? Yura, ishimizni qilaveraylik. Shunda qilib biz boyi kirgan qabrning ichiga qaytadan kirdik. Xaritada ko'rsatilgan bo'yicha menib, 3 eshik bor bir joyga keldik. Biz qaysi eshik tarafga menishni bilanmay, xaritani tafsili kuzatgandan keyin sol eshik tarafga mangdik. Eshikning oldiga kelib, eshikni shuncha ittirgan bo'lsaqmi, ammo qattiqli ocholmadik. Shuncha kuchab ittirgan bo'lsaqmi, bu eshik mitmiqimidi. Balkim bu eshikni echishning biri alohida yirba o'xshaydi deb xaritada berilgan tushuntirish izohatlarni ko'rib chiqdik. Atla, chataq bo'pti adash. Bu eshikni ayol kishi yoki qiz bola bo'lsa ondan ocha oladi ekan. Kishi har qancha qismi ochilmaydi ekan. Yalqi jinxonish boshqa jindan o'zgarib olgan o'xshaydi. O Zuhra bilan Oliyani qizlar kirsa bo'lmaydi deb qo'yib, ep qilib ularni tutib ketgan o'xshaydi. Endi biz bu yerga kirolmaymiz degan gap. Yur adash, nemish bo'lishidan qat'iy nazar, Zuhra bilan Oliyani qutqizib kelaylik. Zuhra bilan Oliyani qutqizib kelish uchun sirtqa qarab yugurishimizga bir qor quyun qabri ichiga kirib, quyun ichidan qo'shbaltiliq olvasti chiqib keldi. Bo'ldi. Mamsanlarni bo'ladi yigitlar. O qizchaqlarni men ib keldim. Rahmat sizga. Har vaqt eng halqiliq chaqda bizga yordam qilyapsiz. Bu yaxshiligingizni cho'qim qaytaramiz. To'g'ri deysan. Demisam, bu yaxshiliklarimga javob qaytaradigan vaqtimlarmi kelib qoldi. Radio televiziya e'loni, tor e'loni, suratli film, suratli naqsha, ovozliq e'lon, shirkat va mahsulotlarning tashviqot e'lonini ishlatmoqchi bo'lsangiz, ham salonga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Uylivodni izlang. Yuqori sifat, yuqori texnika, kasbiy qo'shin Uylivodda. Aloqa telefoni va undidor 186 99 079 128. Bu zodi nima deganingiz? Biz hozir qanday qilib qaytaramiz? Bu oson. Bana parmon dastigini ib chiqib bersanglar bo'ladi. Meni qayta bir to'laydinglar. O shundoq deb bir pirqirabla, yiliq Taqirbosh xo'jayining siyoqiga kirdi. Sen yiliq Taqirbosh xo'jayini shu-ku. Shundoq. Dalman shu. Sen nimishqa aslatga ziyonkashlik qilsan? Men o'zimni bir tanishtirib o'tay. Men Jin Shohining so'l qo'l song'uni bo'laman. Farmon dastigiga erishib, uning o'rniga chiqish uchun qilmagan ishim qolmadi. Afsus, farmon dastigini shohdan boshqa jilla bevosita qo'liga ololmaydi ekan. Odamlar asa, ondan ularning qo'lidan ilib ishlasa bo'ladi ekan. Shunga
men bu bir qator ishlarni planlab, Asadning Mahmadonligidan foydalanib, uni bu yerga etkirdim. Ondan uni yo'qotib, sizlarning g'azabinglarni qo'zg'ab, sizlarni bu yerga kirgizdim. Sizlar Asadning qisosini olish uchun farmon dastigini qo'lga tushirmasanglar, ishinglarni qilolmaydiganliginglarni bildinglar. Endi farmon dastigini olish oldida turibsizlar. Sizlar bilan birga kirgan ikki go'zal mening qo'limda. Tüy! O o'lgur ablar. Asli hammini qilgan senkansan-da. Agar Zuhra bilan Oliyaga bir ish bo'lib qoladigan, seni hargiz bosh qo'yib etmayman. Asadga ziyonkashlik qilganliging uchunmi badal to'laysan? Bo'ldi. Asadning gapini qilmanglar. U o'zining haqavurligidan ko'rsin. Lekin bu ikki qizdan qat'iy ansirmanglar. Sizlar farmon dastigini ep chiqib, menga bersanglar, men ularni qo'yib bitaman. Jinxonish qayerdadir? U bo'lsa, cho'qim yaxshi chora ko'rsatdi. Jinxonish mening qasrimda aram ilyotidi. Sizlarga chora ko'rsatmasin deb, qo'l ostimdagilar ahvoldan yaxshi xabar ilyotidi. Atla, endi qanday qilsak bo'lar? Asadning qisosini olmasak hargiz bo'lmaydi. Endilikda sizlar o'lgan odam bilan qanmay, bu ikki qizchaqni sog' ep chiqib ketishni o'ylashinglar. Ularga bir ish bo'lib qolsa, Asadga qanday yuz kelalaysizlar? Bo'ladi, deganingdek bo'lsin. Biz farmon dastigini ep chiqib beraylik. O taqirbash olvastimi ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shirali ikkimiz farmon dastigini tepish uchun qabr ichiga qarab mangdiq. Qiziq ish. Baya birdamdil kelgan bu yo'l amdilikda shuncha uzun mansaqmi? Yana qabr oldiq kepulolmayotdik. Tuyuqsiz badani odamninkiga o'xshash, beshi burkutninkidek uchar qanotliq g'alita yo'g'on ikki uchar olvasti ko'z oldimizda paydo bo'ldi. Ular hadab bizga xirs qilyotdi. Adash, biz bu taqirbash olvasti uchun ishlayapsak, o nimishqa bizga yordam qilmaydigandir? Sen yana shuningdan umid kutyapsan? Uning qilgan askarliklari ozmi? O yani ilib, ularni challab at. Men buni etishini bilmasam, kichik vaqtimizda yochaq yasab itib o'ynaydik-ku. Men xeyli magan edim. Esingda bormi? Akila men otay. O shundoq deb qo'limdan o'qyani elib, challab turib otdi. Bir uchar olvasti pokkidi yerga tushdi. Uning qanotlari sungan edi. Ammo u yana xiris qilganicha biz tarafga qarab o'mlab kelyotdi. Men berib uni qilishni chopdim. O o't bo'lib kuyib, sat chirqirg'incha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Dal shu chaqda Shirali yana bir olvastinim etib tushirdi. Men yana chaqonliq bilan unimi chopdim. Uni o'ltirib bo'lgandan keyin biz yana oldimizga qarab menishga boshladik. Ammo shuncha menibmi, bayqi qabrni topolmayotdik. Tuyuqsiz yon tarafdan nag'm-navo ovozi anglanishga boshladi. Bu chaqda tong yorishqim oz qolgan edi. Shuning bilan shu ovoz chiqqan tarafga qarab mangdiq. Xeli uzun mangandan keyin ondan u yerni tepib keldik. Bu chaqda allaqachon tong yurib bo'lgan edi. Nag'm-navo ovozi shundoq mo'ngloq ham sho'x chiqyotdi. Shundoq chiroyliq naqshsoz ovozlari yangrab turardi. Yaqin kelib qarab hayron qoldim. Qabristonlik ichidagi bir kangri maydonda nurg'un kishilar mashrab o'ynayotdi. Uning ustiga ular boshqa kishilar bo'lmasdan
dal bizning mahalladagi kishilar edi. Bizga yo'l ko'rsatgan Turdi bovay hadab duttar chelib naqsha aytayotdi. Shiralining tog'isi bilan mening tog'am ravob tambur chelib tankash qilyotdi. Yana qo'shnimiz Osmon tog'am chang cheliyotdi. Yana bir qo'shnimiz nog'ri cheliyotdi. Nurg'un yurtdoshlar sho'x usulga tushib ketgan edi. Hammasi tonish chiroyli edi. Bular bu yerda nima ish qildigandi? Shuni deyman. Bularga mashrab qilgudek yer tepilmagandek, mushu jilla makonda yurgani qiziqda. Bu əsərinin davamını anlamakçı bolsanız, Uylivat salonunu qoşu eling. Salon izləş ismi Musacan Muhammed. Musacan Muhammed. Bu əsər qayerdə işlenibdi? Alimlərə məlum bolğay. Bu əsər Şinjan Uylivat Mədəniyyət Tartışacak şirkətində işlenibdi. Undaqda bu əsərə kimlər ovoz beribdi? Bu əsərə Musacan Muhammed, Şöhrət Abdurrahman, Yaqubcan Yasin, Nurbiya Turğun, yana Zamira Enver qatorliqlar ovoz beribdi. Yana bir ish. Bu əsərni zodi kim kirishtiribdi? Bu əsərni Abdulaziz Jumaxon degan bola kirishtiribdi. Sakkizinchi qism. Sizlarmi mashrabga o'g'il keldinglarmi? Hay, bu yoqqa kelmamsizlar yigitlar. Turdi bovay shundoq deb bizni chaqirdi. Biz asta ularning yeniga keldik. Turdi bovay o'z cheliyotgan dutlarni yenidagi yigitga tutqizib qo'yib, bizga qaradi. Naqshi muzikaning ovozi kuchli bo'lg'achqa, varqirab gap qilsa faqat anglag'il bo'lmaydi. Hey, g'alati ish. Turdi bovay bizning bu qabristonlikqa nima sababdan kelganligimizni biladigan tursa, o nimishqa sizlarmi mashrabga o'g'il keldinglarmi deb so'raydigandi. Yana kelib, bu yerda bizning mahalladagilarmi bor ekan. Demak, buningda cho'qim bir ish bor. Men mushularni xiyol qilib, ko'nglim bir shumliqni sezgandek bo'ldi. Turdi bovay bizni yana usul o'ynashga da'vat qildi. Biz usulga tushmay turib, bu yerdan ketolmaydiganligimizni bildim. Shiraliga usulga tushish to'g'risida ishorat qildim. O o'zimi usulga amroq bo'lg'achqa, sakrab chiqibla usulga tushib ketdi. Ham bir pirqirab kelib, meni usulga tatdi. Biz buning bir qiltoq ekanligini bilib tursaqmi, ammo bu yerdan ketishning undaq oson emasligini bilib, yana davomli usulimizni o'ynaverdik. Bir chaqda sozandi naqshchi usulchilarga qarab, yurkim eg'zimga kaplashib qoldi. Ularning hammasi bir top olvostlar o'zgarib qolgan edi. Ularning tillari sanglab qilishgan, go'shtlari chirib ketgan. Netisining iskilit so'ngaklari manman deb chiqib qolgan. Odamni xuddi helil yavtidgandek alfozi bilan turardi. Tuyuqsiz, chiroyli naqshi muzika to'xtab, vahimli kuylarga o'zgardi. Endi qanday qilish kerak? Acaba biz mushundoqli tugishib ketamizmi? Adash, salmoq bo'l.
Hergiz qo'rqma. Biz cho'qim chiqib ketalaymiz. Men shundoq degan bilan o'zimni qanday qilishni bilmayotdim. Alvastlar bora bizga yiqilib kelishga boshladi. Chiroylari batbashir bu mahluqlarni ko'rgan har qanday odamning tini shurkunmay qolmaydi. Tuyuqsiz qayoqdan keldikin jinxonish paydo bo'lib, o alvastlarga qarab eg'iz ochdi. Tez, uyinglarga qaytinglar. Ko'p kunduzda insonlarga ziyonkashlik qilib, qoidaga xiloflik qilishga nima haqqinglar? Bizmi buyruq bo'yicha ish qilyapmiz, xonish. Mening buyrug'imga bo'ysunmay, boshqalarning buyrug'ini anglamsizlar? Meni xonish deb e'tirof qilsanglar, undaqda darhol ketinglar. Nihoyatda hayvat bir qor quyun ko'tarilib, butun atrofni birpas qorong'ulik qopladi. Shu quyun bilan billa barliq olvastlar ko'zdan g'oyib bo'ldi. Jinxonish, bu yerga qandoq keldingiz? Sol qo'l sang'un sizni qo'yib berdimi? Sol qo'l sang'un mening siyoqimga kirib elib, sizlarning yeninglarga beribdi. Yolg'on so'zlab sizlarni aldab, qabr ichiga qizlar kirsa bo'lmaydi deb, Zuhra bilan Oliyani ep qopdi. Hem sizlar ketganda ularni tutib ketibdi. U plan tuzib, farmondastigini sizlar topganda, Oliya bilan Zuhrani farmondastigiga almashtirsam bo'ladi-ku deb o'ylagan chig'i. Asta. O chaqda sizning siyoqingizni kagini asli siz emas, o ablaqganda. Hey, İzzet. Uning damiga tushib ketibdi emasmi? Endi farmondastigini qo'liga tushirsakmi? Yani onun qo'liga tushib ketadigan bo'ldi. Agar uningga bermasak, o Zuhra bilan Oliyaga ziyonkashlik qiladi. Sizlar ansirmanglar. Farmondastigini qo'lga tushirsak, boshqa ishlar oson. Shunga ortiqcha g'am qilmanglar. Avval farmondastigini topaylik. Shunday qilib, farmondastigini tepish uchun xaritadagi ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha oldiga qarab mangdik. Biz jinxonishning yo'l boshlash bilan kashga yaqin farmondastig qabrining oldiga yetib keldik. Endi kash bo'lishini saqlaylik. Baribir hozir kirsakmi topolmaymiz. Biz qabr oldida o'ltirib, tezroq kash bo'lishini taqozolik bilan kutishga boshladik. Kash kirib, butun atrof qorong'ulashib, surlik tusga kirdi. Yana har tarafdan qo'rqinchli ovozlar anglanayotdi. Mash'al yondirib qabrning ichiga kirdik. Yilqi 3 eshikning oldiga kelib, yana turib qoldik. Asta. Oldiga kelib qolgan bo'lsaqmi, yana kirolmaydigan bo'ldik. Bu eshikni qizlar yoki ayol kishi ochmasa, biz har qancha qilsaqmi ochilmaydi ekan. Hech qanday olvastlarmi asla ocholmaydi ekan. Bu aslida mushunda o'rinlashtirilgan ish. Jin shahi farmondastigining boshqa jin arvohlarning qo'liga tushib ketishidan saqlanish uchun jin arvohlar ocholmaydigan qilib qo'ygan. İnsanlar kirib ilg'onmasin deb erlarni ocholmaydigan qilib qo'ygan. Qiz ayollar qo'rqidi, tavakkul qilib kelanmaydi. Shunga muhim vaqtda ishlatish uchun qiz ayollar ochalaydigan qilib sehrlab qo'ygan. Asli mundaq kanda. Endi zodi qanday qilsaq bo'lar? Men darhol o'zimni daldiga elib bu yerdan ketib turay. Bu ishlarni sol qo'l sang'un degan ablaqmi biladi. U cho'qim Oliya bilan Zuhrani ep keladi. Jinxoni shundoq debla bir pirqirab qor quyun chiqarib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Orqadilla degandek qo'shbaltiliq olvasti sat kulgunchi paydo bo'ldi. Men sizlarning ovozliqni uchirganliginglarni bilib, yordam qilgani keldim, birodarlar. O shundoq deb bizga qarab kulib qo'yib, ondan yon tarafga qarab varqirdi. Ularni epkinglar.
Onun söz tügüşü bilanla chiroyida qandidar yo'q. Bir-biridan qo'rqinchli bash olvosdi. Oliya bilan Zuhrani ep keldi. Oliya! Zuhra! Xotirjam bo'linglar, men sizlarni qutqizib olaman. Men shundoq deb varqirdim. Oliya bilan Zuhra menga qarab yig'lab ketdi. Umarjon aka, Shirali aka, bizni qutqizinglar. Bo'ldi qizlar, xotirjam bo'linglar. Men sizlarni cho'qim qutqizaman. Hey! Ularni darhol qo'yib ber. Radio televiziya e'loni, tor e'loni, suratli film, suratli naqsha, ovozliq e'lon, shirkat va mahsulotlarning tashviqot e'lonini ishlatmoqchi bo'lsangiz, ham salonga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Uylivodni izlang. Yuqori sifat, yuqori texnika, kasbiy qo'shin Uylivodda. Aloqa telefoni va undidor 186 99 079 128. Açıqlanma, hə? Mən mi qoyub edim? Sizlərini mi cəm qoyay deb gəldim bu mana? Birdən təqib saxlab dururlar. O shundoq deb Oliyani oldiga ep chiqib qo'yib berdi. Ondan sol tarafdagi eshikni ochsaq, hammamizni qo'yib berdiganligini aytdi. Oliya eshikni ochaymi, ochmaymi degan savol nazarda bizga qardi. Men uningga "Eching" degan ma'noda ishorat qildim. Oliya eshikni shundoqli ittirdi. Eshik nihoyat sat g'ichirlab ochilib ketdi. Eshikning ochilishi bilan texmo vahimlik ovozlar, qo'rqinchli dumboq ovozlari, sat chirqirashgan ovozlar anglanishga boshladi. Biz huduqib kaynimizga yandiq. İçidan bir-birdan badbashira nurg'un olvoslar yugurib chiqdi. Qo'shpaltiliq olvosdek qo'l ostidagilarga buyruq qildi. Ikki tarafdagi olvoslar qattiq elishishga boshladi. Bizmi qo'limizga qilish, to'qmoq, o'qyalarni elib tayyor bo'ldik. Dal shu chog'da jinxonish paydo bo'lib, biz uchimizni uchirib, farmon dastigining yenig'il tushirdi. Bir cho'ng toshning ustida bir dona oltin sanduq nur chechib julolinib turardi. Farmon dastigi oshu sanduqda bor, tez elinglar. Jinxonishning so'zini anglab, shu tarafga qadam ilishimg'ila, u tarafdan intayin surlik bir ovoz anglandi. Mana yaqinlashqa bo'lmaydi. Mana yaqinlasan, o'zingga paxas bo'lish. Bu ovoz haqiqatan surlik chiqyotdi. O so'z yana takrorlandi. Men nima qilarimni bilolmay, izimda turib qoldim. Ansirmanglar. Bu qo'rqitish uchun shundoq chiqadigan qilib sehrlangan. Amaliyotda hech qanday qo'rqidek yeri yo'q. Jinxonishning so'zini anglab, asta oldimga mangdim. Shirali yugurib bog'inicha tosh ustalik sakrab chiqib, sanduqni ep tushdi. O sanduqning eg'izini echishiga Jinxonish eg'iz ochdi. Aytiling, men ko'rib boqay. Bu mening qo'limda haqiqiy o'rnini topadi. Shirali birdam o'ylanib turgandan keyin sanduqni uzatdi. Dal shu chog'da Jinxonishning yiroqdan varqirgan ovozi anglandi. Yo'q, men manglar. Farmon dastigini o'zinglar ilib buyruq qilinglar. Men bu yerda o'yininglardagi sol qo'l sanduqning odimi mening siyotimga kiryapti. Shirali qo'lini tortib oldimizdagi yolg'onxona sanduqni elib oldi. Men yugurib kelib, uningga kuchab qilish chapdim. O echinishlik chirqirab, bir qo'li kesilib tushib, uchib qochib ketdi. Shirali darhol o'qyani elib challab turib otdi. O izg'il tushib, o't bo'lib kuyib g'oyib bo'ldi. Sanduq yerga tushib domlab, bizdan yiroqlab ketdi. Qo'shbaltiliq olvosdi ochiqlab varqirguncha sanduq tarafga kelishga boshladi.
Buni ko'rib Jinxonishmo sanduq tarafga qarab ushdi. Shirali darhol o'qyog'i o'q selib, qo'sh paltiliq olvastini challab turib, uning beshiga otdi. O sat varqirab o'rnidan turib, Zuhrani epganmoqchi bo'lib, kayniga burildi. Shirali yana birini otdi. Bu qatim o yiqilib o'rnidan turolmadi. Bu chaqda Jinxonish sanduqni ochib, farmon dastigini qo'liga elib, buyruq tushirdi. Men Qariqum qabristonligidagi barliq jin olvastilarga shundoq buyruq tushiraman. Kechgacha hammamiz Qariqum qabristonligidan ko'chib, asli makonimizga qaytamiz. Qarshi chiqishga bo'lmaydi. Bu qizni tutib olganlar, qo'yib etinglar. Bo'lmasa jazolanisizlar. Ular hech qanday qarshilik ko'rsatmay, Zuhrani qo'yibdi. Jinxonish so'zini yana davomlashtirdi. Sol qo'l sanğun şahlık o'rniga chiqish uchun shohni o'ldirdi. Farmon dastigini qo'lga tushirish uchun bu yaxshi niyatli insonlarning Asad ismli do'stini o'ldirib, ularni bu yerga kirishga majbur qildi. Uni qanday qilish kerak? Uni kutib turg'ini nima? Boshqa olvastlar shundoq deb qo'lini igiz ko'tarib, bas-basti tovlashdi. Bu fursatni bizga bersanglar. Men shundoq deb yugurib bordim-da, qo'sh paltiliq olvastining beshiga qilich urdim. Arqadan bir necha qilich urdim. O qo'sh paltiliq olvasti sat chirqirg'inicha kuyib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu olvastini yo'qotib, do'stimiz Asadning qisosini elib, hammamizning chehrida shodlik jilvilandi. Shunda qilib, qaytish uchun Jinxonish bilan xo'shlashdik. O bizga rahmat aytish yuzidan oltin sanduqni bizga berdi. Soatning qattiq jiringshgan ovozdan cho'chib, uyg'onib ketdim. Tushimda yana qor besib qopti-da. Garchi bular tushim bo'lsa-mo, Asaddan ansirab, uningga telefon qildim. Telefon ulinib, xil uzoqdan keyin ondan oldi. Uning bilan ko'rishib, yuragim joyiga tushdi. Azroq paranglashib, uning sog'-salomatligidan xotirjam bo'lib, telefonni qo'ydim. Hanim bo'lsa. Ammo yanimda rastilla Jinxonish bergan oltin sanduq turardi.